Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salom berish bu odobning boshi, insoniylik belgisidir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odamlar nima uchun salomlashishi kerak? Birinchi navbatda salomlashish bu hurmat belgisi hisoblanadi va undan tashqari muloqotni boshlash uchun ham. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzr. Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Qanday so'zlar bilan salomlashish kerak? O'zimizda yosh kattalar bilan assalomu alaykum tarzda salomlashamiz. Tengdoshlarimiz bilan salom va shu kabi so'zlar bilan salomlashamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Salomlashmaslik oqibatlari nimalarga olib keladi? Mening fikrimcha, odobsizlikka, tarbiyasizlikka va ishonchimiz saytlarida salomlashmaslik bu hurmat ishini yopadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Tarbiya qayerdan boshlanadi? Tarbiya oiladan boshlanadi. Bola ilk hayotidagi tushunchalarni, odob axloqlarini, muomala madaniyatlarini yaqin insonlar orqali tushunadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Tarbiya inson hayotida nima uchun muhim? Tarbiya insonni yaxshi bilan yomonni ajratishni va to'g'ri muomala qilishni o'rgatadi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizningcha nima uchun insonlar bir-birini hurmat qilishlari kerak? Hurmat insoniy tarbiya, madaniyat belgisidir. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Salom bu odobning birinchi qadami. Salom berish bilan hurmat boshlanadi. Salom berilgan yurakka nur tushadi. Yaqini yuzingiz bo'lsin har doim, qaddingiz tog'lardek tik bo'lsin doim, tanangiz bilmasin dardni iloyim, tuzalmas dardlardan o'zi saqlasin, sizni panohida Alloh asrasin. Assalomu alaykum.